Assalomu alaykum, kiribdi TJ kanali obunachilar. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribmisizlar? Do'stlar, bu video xohlaganlar uchun kommentariy o'yin bo'ladi bu videoning tagida. Xullas, silvergacha ko'tariladi. Yoki BNB yoki Solana. Ana shu ikkalasini birini silverga ko'taramiz. Buni o'zlaringiz xohishingiz 10 ta odamni birinchi yo BNBda yoki silverda ko'taramiz. Undan oldin bir narsa aytib qo'yay. Hozir tayyor akkaunt bor, sotiladi bu. 15,000 rubl narxi. Xullas, silverda hozir aytaman. Mana shu saytlar 8 ta, 9, 10, 11 ta sayt ikkinchi akkaunt bor. 11 ta saytda ular sotiladi. BNBda, silverda hozir ko'ramiz. Pachti hammasi ham silverda. BNB silver, Solana ham silverda. Bu Glani akkauntim bu Goldda. Xullas, mana silverda Goldga qarab uje 2.8 ishlangan, 2.28 ta 28% ishlangan. Ya'ni 72% qolgan. 10 ta Solana ishlanishi kerak. Hozir menda 2.8 ishlangan. U kunga ko'rsatganim 50 taktikasi uje menda ham minusga berib boshladi. Bugun ertalabdan kechgacha o'yinni davom etkizdim. Mana bu 0.2 gacha ko'tarildi. Shu bilan uje minusga tushib ketdi. Men ham o'chirmadim, qarib menga oshiq o'yin o'ynalib ketdi. Shu sababli to'xtatmaganim sababli uje ko'p plyusga bergandan minusga tushirib qo'ydi, katta pul tikilib. Undan keyin ham ancha o'ynadim aslida. Xullas, 4 6 qoldi. Tak что kiritgan pulimiz ham daji buncha emasdi. Hali ham plyusda bo'lib turibdi. Kiritgan pulimiz ham 3.2 kiritganman, lekin 4 oldida turibdi hozir. Bu plyusda turibdi hozir. Endi bu ham silverda. Xullas, bu akkauntlar sotiladigan akkaunt. Bu yo'g'iga adashmasam ularni ko'tarmayman. Chunki vaqtim yo'q. Faqat kommentariy o'yin bo'ladi. 1 ta odamni ko'tariladi. 10 tagacha odam ko'taramiz. Yo BNBda yoki Solanada 1 tadan odam ko'tariladi. Faqat har bir videoni tagida kommentariy o'yin bo'ladi. Kommentariyada yutgan odam o'yini ko'tariladi. Yodlaringizdan chiqarmanglar. Kommentariyada обязательно yozib qoldirasiz. Like, podpisatsiya hammasi qoidali bo'lishi kerak. Как oldingidek. Xullas, Lightbitda, lekin hozirdan aytib qo'yib, pullarim chiqarib olaman. Sotilganda, akkaunt sotilsa, pulni chiqarib olaman. Qaysida pulim bor, qaysida yo'q. Pulni chiqarib olaman. Buni ham o'zlaringizdan chiqarmasdan. Faqat bonus qoladi. Bonusga teginmayman. Hammasida ham pashti bonusi bor. Mana bu bronzada. Xullas, harakat qilaman daji buni ham silverga chiqarishga. Xullas, bu bilan
Light King ikkalasi ham silverda, bu ham silverda, buni ham. Endi va'da bera olmayman bu ikkalasini ko'tarishga, vaqtim ham bo'lmaydi. Shotim ham kamroq, u bilan ko'tarish, hatto bittasini ko'tarsam ham ikkinchisini ko'tara olmasligim mumkin. Trompikda ham silverda. Mana trompik ham silver o'rnida. Ya'ni men nega 15,000 rubl qo'yapman? Olgan odam o'zi hisoblab ko'rishi ham mumkin. Qancha men rasxod qilganman. Bu ham silverda. Doge King. Xullas hisoblab ko'rsangiz, 60% narxda qo'yganman men. 40% pashda minusdaman. Mana bu lekin Doge King sayti ham bronzada ekan. Silverda emas ekan bu. Xullas mana agar nima qilib bersam, ko'taradigan bo'lsa mana bu yoki Light Kingni yoki Light Peakni ko'tarsam, bittasini ko'taraman. Qaranglar. Mana buni yo Light King yoki Light Peak. Ikkalasini bittasi bronzada bo'ladi. Bitta bronza hisoblanadi, mana bu ikkinchi bronza hisoblanadi. Ikkitasi bronzada, qolganlar uje adashmasam hammasi ham silverda. Hozir bu ham silverda. Mana silverda goldga qarab ketyapti. King. Tonpik ham silver o'rnida. Даже 30% goldga qarab ketgan. Ozgina harakat qilsanglar, uje goldga ham chiqib olasizlar o'zlaringiz. Xullas, Polpikda yo'q ikkinchi akkaunt. Faqat mana bu efirimda bor. Efirim ham ikkinchi o'rin ekan. Buni ham harakat qilib bronzaga chiqarishga harakat qilaman. Buni ham inshaalloh Xudo xolasa bronzaga chiqarib beraman. Ya'ni 3-o'rin bo'ladi. Bronza. Mana bronza 3-o'rin bo'ladi. 3 ta sayt bronzada. Bitta, ikkita, mana buni ikkalasidan biri. Bordi Light King deylik, mayli 3 tasi, mana 3 ta sayt King saytlardan 3 tasi bronzada bo'ladi. Yoki buni ko'taramizmi, ko'ramiz, xullas, qaysiga nimam yetsa o'shanisini ko'taraman. Xullas 3 ta sayt bronzada. Qolgan hammasi silverda. Mana bu King sayti ham silverda. Mana 38% yurgan. Buni ham ozgina harakat qilsanglar, o'sha goldga chiqib ketadi. Bu ham hech qancha qolmagan. Prosta meni vaqtim bo'lmadi, boshqa shu bilan qolib ketdi bular hammasi. Xullas 4, 8, 9, 10, 11. 11 ta saytdan 1, 2, 3 tasi bronzada bo'ladi. Ya'ni 8 tasi silver o'rnida. 15,000 rubl bo'ladi. Silver o'rinda o'ziga o'tish uchun ham ozgina mehnat qilish kerak. Kamida 5,000 rubl rasxod qilish kerak. Endi ba'zida 5,000 rubl rasxod bo'ladi, ba'zida 2,000, ba'zida 3,000 rubl shunaqa rasxod bo'ladi. Men hozir bu rasxodimni hisoblab ko'rsangizlar, o'zi 8 sayt 2,000 rubldan bo'lganda ham 16,000 rubl bo'ladi silverga ko'tarilish uchun.
Qolgan bular bronzaga ko'tarilish uchun mayli bordi 500 dan deylik. 1,5 ming rubl 17.500 rubl bo'ladi. Lekin 2 ming rubl bilan bronzaga silverga ko'tarilish oson emas. Kamida 3000 rubl kerak bo'ladi silverga ko'tarish uchun. Agar bordi 3000 rubldan ko'tarilgan taqdirda ham 8 tasi 3 kara 8 24 ming rubl pul bo'ladi. Bular bilan mayli bularni pulni 500 dan hisoblaylik. 3 ta sayt 1,5 ming rubl 25.500 rubl pul bo'ladi. O'zlaringiz olganlaringizdan keyin kimdir agar oladigan bo'lsa, o'zi yana hisoblab ko'radi, qancha dagon qilingan, qancha pul kiritilgan, qancha pul chiqarilgan. O'zi hisoblab ko'radi. Luboy odam o'zi tushunadi bu narsani. Oldindan ishlab kelayotgan obunachilar tushunadi. Bordi yangi bo'lsa, unchalik tushunmaydi. Qayerda qancha pul kiritish kerak, qancha chiqarilgan, qancha kiritilgan, buni unchalik tushunmaydi. Bir dana o'zi ko'rsatib o'taman. Misol Pik saytlardan, King saytlardan bittasini ko'rsataman, Pik saytdan bittasini ko'rsataman. Mana bu odamchani ustiga, rasmchani ustiga bossanglar, kiritilgan pul bilan chiqarilgan pul ikkalasi ham mana tranzaksiya nimasida turadi. 4-bo'limda turadi. Ikkalasi ham mana depozit kiritilgan summa, withdraw chiqarilgan summa. Xullas, mana shu yerda o'zini hisoblab ko'rsangizlar, o'zi ozgina normal rasxod bo'lgan, qancha rasxod bo'lganini o'zingiz tushunib olasiz. Ya'ni mana pulda ham hisoblab ko'rsatilgani. Xullas, Pik saytlarda qayerda ko'rsatiladi? Pik saytlarda depozitni bosasiz. Mana depozitni. Mana bu yerda depozit pastga ko'rsatib qo'ygan. Qancha pul kiritilgani, bu yerda chiqarilgani ko'rsatmaydi. Faqat kiritilganini ko'rsatadi. Pik saytda boshqacharoq. Chiqarilgan pul summamizni mana bu 3 ta chiziqchaga bosamiz va withdrawga bosamiz. Mana pastga tushsak, chiqarilgan pulimiz mana bu yerga chiqishi kerak. Lekin afsuski bunda biron so'm chiqarmagan manoli. Chiqarsam shotimda mana shu summani chiqaraman. Bu qancha bo'ladi deyishingiz mumkin. Bu qancha bo'lishi mumkin? Hozir hisoblab ham ko'ramiz mayli. Adashmasam shu 300 rubl atrofiga boradi, 120 rubl atrofiga boradimi? Google BNB hozir xullas qaranglar. .004 4 necha edi bilmayman, xullas 4 qo'yamiz. BNB rubl. Shuni kirib ko'raylikchi. Rublga 233 rubl pul bo'lar ekan, mana shu pul hozir 004. Xullas mana. Bu reklamasi ham jonga tegdi-ku. Xullas mana 004imiz, ya'ni 230 rubl pul bo'lar ekan. Shuncha pul hozir chiqarishim mumkin-da, chiqarsam agar.
Xullas, qolganini o'zlaringiz hisoblab ko'rasizlar. Men o'zi kiritgan pulni ham shu yerda ko'rlaringiz o'zingiz qancha kiritganman, o'shani hisoblab ko'rsangizlar, o'zi necha pul bo'ladi. Keyin men necha pul chiqarib olaman. Buni hisoblab ko'rasizlar. Tushungan odam o'zi hisoblab ko'rsa, normal pul bo'lib qoladi. Ya'ni kamida 60%, даже 50% bo'lishi ham mumkin narx qo'ygan narxim o'zi. Shuning uchun xohlovchilar bo'lsa, marhamat, tayyor akkaunt Gmailgacha polniy xod telefoningizga o'rnatib beriladi. Xohlasangiz parolingizni, loginni bilmayman qanaqa u yerda Gmailda olgandan keyin qanday qilib loginni alishtiradi bilmayman u. O'zlaringiz tushunsangizlar alishtirib olasizlar. Bo'lmasa parolni alishtirsangizlar bo'ldi. Shu bilan xohlasangizlar mendan qanaqa nima desam, bir programma bor edi, yodimdan chiqibdi. Xullas, telefonda ichida nastroykasini ham qilsa bo'ladi bu narsani. Menda akkaunt xohlasangizlar, ishonmasangizlar, udaltib tashlashlaringiz ham mumkin. Menda avtomatik udaltib bo'lib ketadi. Sizlar parolni alishtirsangizlar, men уже ito'g kira olmayman u. Lekin men bir sizlarga emas, birinchi marta emas aslida bir necha odamga даже shunday podarka qilganman Silver o'yinlarini. Даже Gold'dagini ham podarka qilgan joyim bo'lgan. Shuning uchun bu yoqdan ko'ngillaringiz to'q bo'lsin. Gmaildan bronzlarni, biron haqlaringiz ham kerak emas menga. Faqat sizlar ishlatsangizlar bo'lgani. Menga shuncha foyda. Chunki sizlardan kelgan foyda menga какой-то foyda tushib turadi. Men главный akkauntimga. Bu ikkinchi akkaunt главный akkauntimga referral bo'lgan. Shuncha foydalaringiz tegadi menga. Sizlar ishlasangizlar menga какой-то summa tushib, qancha ishlasangizlar o'shanga qarab menga ham foyda kelib turadi. O'shancha foydasi bor menga. Buni nimaga senga nima foydasi bor? Arzon beryapsan deganingizga hisoblasak, o'shancha foydasi bor. Siz bordi uni 1 yilda menga foydani qaytarib bera olasizmi? Misol minusimni qaytarib berasizmi? Yoki 1 oydami, uni hech kim bilmaydi. U sizni ishlatishingizga bog'liq. Akkaunt olgandan keyin qancha vaqti bilan olsangiz, o'shancha menga ham foyda, o'zingizga ham foyda. Bir kunda odam 15-16 martagacha bemalol kapcha tersa bo'ladi. Har soatda kapcha tersa bo'ladi. Agar yaxshi ishlagan odam har soatda olganda ham 15-16 soat oladi-da. Normal ishlab qo'ysa bo'ladi. Xo'p do'stlar, shu bilan videoni tugatamiz. Kommentariy o'yini o'zlaringiz xohlaganlaringiz, kim qaysiga yaxshi desa, qaysiga harakat qilsa, misol BNB Pik bilan Solana Pikni qaysi birini kommentariyada ko'p yozilsanglar, o'shanisi o'yin bo'ladi. Bu videoni tagida bitta video bo'ladi. Bitta odamni kommentariy o'yin bo'ladi. Bitta odamni ko'targanimizdan keyin o'sha ko'targan odamni videosini, o'yinni ko'targanimda video qilaman. Undan keyin yana kommentariy o'yin yana dalshi davom etadi. 10 ta odamni referralda ko'tarib beraman Silverga. Undan keyin esa 10 ta Solanada yoki BNBda. Shu ikkalasini ham xullas 10 tadan odamni ko'taraman. Shuning uchun gazni bosingizlar, bemalol harakat qilingizlar. Ma'qul bo'lsa like, kommentariy bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Ishlaringiz omad do'stlar. Kommentariyaga nimani qo'yib qo'yaman? WhatsApp kanali orqali menga bemalol svязga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p do'stlar, ishlaringiz omad.